Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Ramziddin Muhiddinovich fermer xo'jaligiga kelganmiz. Bular g'alalarga ekish oldidan 100 kilogramdan ekstra fosfat o'g'itini berib ekkanman. Bu yog'iga berilmagan, bu yog'iga berilgan. Asosiy vegetatsiya davridagi oziqlantirishga 200 kilogramdan selitra berilgan dedi. G'alla shu holatda ham 100 kilogram yegan bo'lsa ham farq qilyapti bir-biridan deb dehqon o'zi mamnun gapiryapti. G'alla o'zini o'zi ko'rsatadigan ekinda g'allani yaxshi bo'lgan bo'lsa boshoq engashadi, yaxshi bo'lmagan bo'lsa engashmaydi boshoq. Jo'ja boshga o'xshab tikka bo'lib turadi meniki. Jo'ja boshga o'xshab. Bu yoq tarafi ancha engashgan qismi 60-70% dan ko'p. Yaxshi g'allalari. Bizani o'g'itdan ishlatib foydasini ko'rdingizmi? Mamnunmisiz? Foydasi endi o'rganim yo'q, o'rganim yo'q. Endi o'rsak farqini ham shunda yana sezamiz ekan nimada turibmiz. Yo'q, paxtaga ham olganman. Paxtaga ham 100 kilodan olib berdim. Birdan chigit bilan birga berdim. Ekishda. Birdan chigit bilan berdim. Lekin g'allaga ham shu holatda berganman. Shu Farhod akaning tavsiyasi bilan olganman. Hozircha kuyganim yo'q. O'zgarishi bunga nisbatan bunisini farqi katta. Mana bu ko'klik paytida kelsangiz, bu bilan bu farqi katta, juda katta edi. Lekin o'zi anaqa boshoqdan ham bilinib turibdi, boshoqdan nisbatan. Faqat shu 3 gektar yerimga berilmagan. Qolgan hammasiga berganman. Umumiy holatda baribir 100 kilogram juda kam. Biz 100 kilogram hech qachon hech kimga tavsiya qilmaganmiz. Eng kami 250 kilogram tavsiya qilamiz o'ta tuproqlar uchun. Shunday. 100 kilogram berganda ham foydasini sezyaptim deyapti fermer o'zi. Endi yana ham bu yog'ini taraz ko'rsatadi. G'allani tarazda ma'lum bo'ladi hamma narsa. Xudo xolasa natijalar bilan o'rtoqlashib borasizlar o'zingizlar video o'qib. Savollar bo'lsa, paxta bo'yicha ham. Paxtani o'stirish uchun nima tavsiya qilyapsizlar? Hozirgi mana berayotgan ekstra fosfat ichida qanday nimalari bor, xususiyatlari, tarkiblarida? Oziq moddalari 15% dan azot, fosfor, kaliy, 5 xil mikroelement bor. Bizaniki paxtani o'stiradigan emas, paxtani hosildorligini oshiradigan modda. Agar sizga o'stirish kerak bo'lsa, karbamid berish kerak, ko'proq o'sadi. Karbamid bergandan keyin ertaga u ko'sak po'sti qalinlashib ketadi uni karbamid bersa. O'sha hosildan yaxshi bo'lmaydi, lekin yaxshi o'sadi demoqchiman-da. Umumiy hosildorlik oshirish bo'yicha to'g'ri oziqlantirish kerak. O'sha bizda hozir mana 2 yildan beri MPK formulalari bilan kirib boryapti. Hozirdan deyapti, mana agar ekish oldidan fosforli o'g'it berilmagan bo'lsa, siz 100 kilogramdan berganman deyapsiz. Umuman berilmagan bo'lsa, 250-300 kilogramdan mana shu birinchi oziqlantirishga berilsa, paxtani shonalab shu gullashga chiroyli tayyorlaydi. Shona to'kilishi kam bo'ladi. Oziqlanish, sog'lom oziqlantirish kerak paxtani. Me'yorda berish kerak o'g'itni. Ko'pi ham, kami ham zarar. Shunday.